2025-yilda ishlab chiqarilgan Chang'an Depal S07 avtomobili. Mashina bor yo'g'i 18,000 km masofani bosib o'tgan ekan, kraskalari top-toza ekan, polniy navrot azgina qildirib qo'yishgan ekan mashinaga. Mana bunaqa bodi kitlar, karbonaviy elementlar taqilgan ekan oldi orqalariga. Juda ham chiroyli chiqqan, balonlarning holati ham yomon emas. Xo'p, mana shu kichkina polirovkali qilib ishi bor ekan, azgina shoxlarga menimcha tegan. Head-uplar bor. Kartalari bor. Xo'p, 360 kameralar, bezramishli ikkitali oynalar, panoramalar, shtorkalari bilan elektropaket kojinli sidenalarda 18,000 km bor yo'g'i masofani bosib o'tgan ekan. Gibrid avtomobil kutayotganlar bo'lsa, mana salonlarning holati ham juda ham zo'r, olib haydashga tayyor bo'lib turibdi. Orqalariga ham taxtirib qo'yishgan. S07 kutayotganlar bo'lsa, polniy navrot qilingan. Kraskalari top-toza ekan, olib maza qilib haydashlik uchun 21,000